Mana biz protsedurani tugatib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Srazu после holatini, yuzdagi blesklarni. Endi qizarishlar bu normalniy holat, ko'karishlar ham bo'lishi mumkin. Bu ham normalniy. Xudo xolasa bu papulkalari 2-3 soat ichida yo'qolib, so'rilib ketadi. Yanada kuchli rezultatini bir hafta davomida ko'rishinglar mumkin. Albatta hozir qizarishlar va ko'karishlar bor, no bu bo'lishi kerak bo'lgan, protsedurada o'rni bor bo'lgan holat. Bundan ko'pchilik qo'rqib ketadi. Men o'zimdan yana qo'shmoqchimanki, qizlar, protsedura kuni hech narsani planlashtirmanglar. Mana shu protsedura bilan 2-3 kundan keyin shunaqangi yaltiraydilar, xudo xolasa, masalan deylik, to'yinglar, ma'rakanglar bo'lsa, bu protsedurani bir hafta oldin olganinglar ma'qul. Bizani ayolida ko'p mana bu bir kun qolganda kelishadi. Bu вообще noto'g'ri narsa. Qizlarjonlar, bu protseduraga bir hafta qolganda kelinglar. Hozir men yaqindan olaman. Papulkalarning izi bor.